Odamning ichida nafrat uyg'otmoqchi bo'lsangiz, maqsadingiz uni solishtiring. Solishtirgan paytingizda unga siz umumiy katta narsani aytayotgan bo'lasiz. Sen hammadan orqadasan. Sen ajralib qolding. Sen harakatsizsan degan ma'noni berayotgan bo'lasiz va hech qachon solishtirilganda odam sakrab oldinga qarab intilmaydi. U sizga nisbatan nafratda qoladi. Hattoki mana erkaklar ham ota-onamga mehr uyg'otaman ayolimda deb teskari yo'ldan foydalanib qo'yadi-da. Sen meni onam unaqa qilardi, sen qila olmayapsan, onam bunday qilardi, sen qila olmayapsan deganda, hatto o'sha ayolda ham qaynonaga nisbatan nafrat uyg'onib qoladi. Yoki ayol kishi turmush o'rtog'iga unaqa bo'ling, bunaqa bo'ling deyish o'rniga akam bunday, dadam bunday, siz nega unday emassiz degan paytida erkak ayolga nisbatan emas, o'sha aka va ota aytilayotganlarga nisbatan nafrat uyg'onib qoladi. Agar siz ukangiz bilan solishtiradigan bo'lsa, ukangizda sizga nisbatan nafrat uyg'onadi. Xuddi raqiblik bo'ladi bu yerda. Shuning uchun solishtirish eng katta xato bolani tarbiyasida.